ustoz, o'sha men qo'rqqan narsa bo'lishi mumkin edi. Chunki turmush o'rtog'im menga aytib bo'lgan edi ajrashamiz deb. Ana. Siz ham o'zingizdagi bu holatlarga yechim topishingiz mumkin. Dildora shu yerdami? Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Dildora yaxshimisiz? Rahmat ustoz. Sizni ko'rsam kayfiyatim yana ham ko'tarilib ketadi. Молодец. Xudoga shukr ustoz. Men sizdagi holatni eshitib, rostini aytsam juda xursand bo'ldim. Bu g'alabada, bu men doim aytaman, men o'zimni sochimdan shunday ushlab tortib olib chiqqanman deyman-da. Siz ham bu g'alabani, bu g'oliblikni qozona olibsiz. Juda faxrlandim. Gapirib berasizmi? Mana kelgan vaqtingizda, bizni ilohiy ayol treningimizga o'qishga kelmasingizdan oldin qanaqa holatda bo'lgansiz? Holatlarim umuman yaxshi emas holatda keldim men ustoz. Ilohiy ayol 15 ta shunaqa ham o'qishda orzu qilib, havas qilib o'qiyman desam, to'g'risini aytsam qaror qila olmadim. Endi tushunyapmanki, men o'zimni loyiq ko'rmabman. Mana endi o'qib tushunyapman. Chunki inson haqiqatan ham o'zini loyiq ko'rgandan keyin imkoniyatlar ochilar ekan. To'g'ri ekan bu ustoz. Men o'zim mana guvohi bo'ldim. Ilohiy ayol 15 ta o'qiy olmadim, afsuslandim. O'sha paytda tillalarim bor edi, o'sha tillarni bitta o'zigimni sotsam yetardi ekan. Lekin men yo'q dedim. Keyingi surdim, keyin o'qiyman dedim. O'ylab qarasam keyingi ko'p surar ekanman. Ustoz, men davleniyam doimiy tushib ketish menda odatiy bo'lib qoldi. Jicha asabiylashsam, stressga tushib qolsam 80-60 bo'lib qoladi, yo'limga yurolmay qoladim bir pasda. Kofelar ichib, sitramon dorilar ichib, zo'rg'a o'zimga kelib, o'zimni tutib yurardim. Boshim juda ko'p og'rirdi. Grija bo'ldim, ustoz, o'ng oyog'imga berib yurolmay qoldim. Diklofenak ukol olib yuradigan bo'lib qoldim. Juda ko'p aytsam, mana keyin ikkinchi etapiga ketdi dedi. Grija anovi gechkada ham bo'lar ekan, shu tungacha og'riq berdi. Men nima demoqchiman? Mana shu sog'lomsizliklarimdan yengilladim ustoz. Men hech qanaqa doktorga bormasdan, dasturlarimni o'zgartirib, mendagi bloklar yechilgan sari mendagi shu sog'lomsizliklar ketdi mendan. Hech qanaqa dori ichmay qo'ydim. Qon bosimim tushmay qoldi, boshim umuman og'rimay qo'ydi. Keyin juda ko'p yig'lardim ustoz, xafachilik juda ham ko'p edi. Tinmay yig'lardim. Unaqa yig'lashlar yo'q bo'lib qolgan hozir. Nima desam ekan, juda ham xursandman ustoz. Treningingiz juda ham ajoyib ekan. 6 oy bu nima desam ekan, men $150 ga chegirma paytida qo'shilganman. Undan keyin $200 ga chiqqan. O'sha $150 ga 6 oy siz biz bilan shuncha bilimlarni berasiz ekan. Yana har hafta biz bilan jonli tahlil darsi o'tib berasiz ekan. Nima desam ekan, juda ham ozgina pulga juda ko'p bilim berasiz ekan ustoz. Men shunaqa deb qo'ydim. Juda ko'p bilimlar berasiz ekan. Juda anglashlar bo'ldi. Natijalarim rosa ko'p ustoz. Sog'ligim mana yaxshi bo'ldi. Sochim umuman o'smay qo'ydi, o'sishdan to'xtab qoldi. 3 santimetrga sochim o'sdi. Keyin turmush o'rtog'im bilan hayotimiz umuman yaxshi emas holatga kelib qolgan edi. Hattoki ajrashib ketish holatigacha kelib qolgan edik. 23 yillik turmushim, 4 ta farzandim bor. Men demak harakat qilishim kerakligini tushunib yetdim ustoz. Qo'limda 500 ming pul bor edi. Rossa o'ylandim, shunaqa ikkilandim, qanday qolganini topaman. Qo'shilib xo'p to'lov qilsam dedim. Lekin qaror qilgan kunimdan boshlab hali men sizni darsingizda dars boshlanmasidan turmush o'rtog'im shunday qandaydir muloyim munosabatda bo'lishni boshladi. Chunki men e'tiborimni ishonchga qaratdim. Men ishondim, mana shu treningda o'qisam, menda albatta natija bo'ladi degan ishonch bilan keldim men sizni oldingizga ustoz. Turmush o'rtog'im shunday o'zgarib, keyin 500 ming tavakkal shunday qaror qildim, shunday to'lovni qildim. Qolganda ham keladi, Xudo xohlasa bo'ladi dedim. Haqiqatan ham shunday o'zgarishlar bo'lib ketdi. Dadamiz boshqa joyda 1 yil juda ham kam pulga ishlagan turmush o'rtog'im boshlig'i tomonidan qandaydir boshqa gaplar shunday eshitib turib yaxshi daromadga chiqdi rostdan ham ustoz. O'tgan yili 1 yil shunaqa qiyinchilikda yashadim. Bir oyiga menga 600 ming pul chiqarardi. 600 ming bir oyga nima bo'ladi 4 ta bola bilan. Juda yaxshi emas nimada yashadim. Lekin mana shu o'zimdagi nimalarni topib, mana shu darslaringizni vaqtida bajarib, bo'lmasam qo'limda 1 yosh bolam bor ustoz. Lekin buni ham bahona qilmadim o'zimga. Yo'q, bu ham men uchun bahona bo'la olmaydi. Men o'qishim kerak, rivojlanishim kerak, katta maqsadlarimga erishishim kerak deb qat'iy turib oldim. Qarama qarshi jins vakillari bilan bo'lgan texnikalaringizni bajardim. Shunday bajarib, endi o'qiyman deb tursam, dadamizdan SMS xabarlar kelyapti-da. Menga shunaqa iliq, shunaqa erkalatib, yaxshi so'zlar bilan yozib, menga anaqa qilyapti. Uxlamay turing, telefon qilaman deb. Telefon qiladigan bo'lib qoldi. Menga umuman telefon qilmay qo'ygan edi. Shunaqa xursandman, ustoz daromadi oshdi mana. Endi men aytyapman, 4 milliondan menga oyiga chiqarib tursangiz bo'ladimi desam, ha dedi. Hattoki 4 milliondan ham oshiq 5 milliongacha pul chiqaryapti menga oyiga. Молодец. Uyimizga navis qildirdik, 11 millionmi, 12 millionga navis qildirdik. Endi remontlar haqida bir-birimiz bilan nima deydi, maslahatlar qilib, remontlar haqida plan rejalarni qilyapmiz hozir. Xudo xohlasa. Tutmagansizlar. Yo'q, 10 yildan beri umuman remont qilinmagan uyim ustoz. 10 yil bo'ldi ko'chib chiqqanimizga, hech qanday o'zgarish bo'lmagan. Endi mana hozir o'zgarishlar kichkina emas, katta ustoz, katta. Bu hali boshlanishi. Men hali Xudo xohlasa bundan ham katta yutuqlarga erishaman ustoz. Sizni etagingizdan qo'yib yubormayman ustoz. Katta rahmat, albatta. Boringizga shukur, rahmat. Siz rosa yig'lab duo qilyapman. Hozir ham ko'zimda yosh zo'rla gapiryapman, to'g'risini aytsam. O'sha qarama qarshi jins vakillarini bir kun kechki payt bajarib bo'lgandan keyin shunday ko'zimda yosh bilan, "Ey Allohim, men dunyoga kelganlarimga roziman" dedim. Men hattoki rozi bo'lmayotgan edim ekan ustoz. Men roziman dedim. Bu so'zlar mening qalbimdan chiqdi, yuragimdan chiqdi. "Ey Allohim, ustozimni" dedim. "Umrini, rizqini barakali qilgin. Bizga hali Rossiya ham ko'p kerak. Bizga O'zbekiston ayollariga hali juda ko'p kerak bo'ladi. O'zing asragin" deb siz rosa duo qildim ustoz. Haqiqatan ham qalbimdan chiqdi. Sizni shunaqa yaxshi ko'raman. Siz rosa ham yaxshi ko'raman. Ha, aytgancha ustoz, men sizni 5 yildan beri kuzataman. Ana. 2021-yilmida mentorlik kursingizni vebinarida birinchi marta sizni o'shanda taniganman. Bittada sizni yaxshi ko'rib qolganman. Shunday so'zlaringiz meni yuragimga yetib borgan. Men mana endi topdim o'zim aytgan ustozni deb. Lekin shu pulsizlikdan men qaror qila olmagan ekanman. Buni keyin anglab yetib, qaror ham qildim mana. Endi umuman pulim yo'q. Sizda nima bo'lgan bo'lar edi bugungi kungacha? Ustoz, o'sha men qo'rqqan narsa bo'lishi mumkin edi. Chunki turmush o'rtog'im menga aytib bo'lgan edi ajrashamiz deb. Ana. Ustoz.
Ovqatingiz ayanimcha ovqatingiz shirin bo'ldi deydi bolalarim ustoz. Ovqatim mendagi energiya ovqatimda ham namoyon bo'lyapti. Ovqatlarim shunaqa boshqacha mazali bo'lyapti. Bolalarim aytyapti-da, shuni eshityapman mana men. O'zgarishda bular ham. Albatta, albatta. Turmush o'rtog'ingizni hozir mana shunday sevimlisi, suyuklisi bo'lish yoqyaptimi o'zingizga? Juda yoqyapti ustoz. Endi mana turmush o'rtog'im aytadiki, men o'zim xohladim. Men hech qanaqa ishlamasdan uyda o'qib, rivojlanib, bolalarimga qarab qilib o'tiraman. Energiyamni kuchaytirib, toza energiyani bolalarimga, turmush o'rtog'imga beraman. U pullari daromadi oshib, u menga unaqa qiladi, pul sarflaydi deb niyat qiluvdim. Mana yaqinda opam Turkiyaga qatnaydi. 3 kun 4 kunga bilet olsam, men bilan birga borib kelsang $100 beraman. Eringdan so'rab ko'r, bo'pti deb dadamizdan so'radim. So'rasam unamadi ustoz, niyatimga yetibman men. Yo'q dedi. Keyin yana bir marta so'rab ko'rdim, yana bir marta so'rasam och qolyapsizmi dedi. Yo'q dedi. Men o'zim qilib beraman hamma narsangizni dedi. Молодец, молодец, mashalloh. Молодец. Shunaqa ustoz, rosa ko'p natijalarim aytsam, hali yana bo'lishaman, guruhda yozaman, yana yangiliklar bo'lib turibdi hozircha. U to'g'risida yana guruhda men Xudo xohlasa natijalarimni guruhdoshlarim bilan ham bo'lishaman. Kuratorlarga ham alohida rahmatim. Shuni o'zi ham bu juda katta natija. Sog'lomsizlik, beldagi grija yaxshi bo'lgani, ayollik energiyangiz ko'tarilgani, ajrim yoqasiga kelgan turmushingiz tiklangani, bolalaringizni sevimli onasiga, turmush o'rtog'ingizni sevimli ayoliga aylanganingiz, bu bilasizmi, millionlab ayollarning orzusi bu axir. Millionlab ayollarni. Va siz bunga mana shu ilohiy ayol 17 da harakat qilib erishdingiz. Chunki bu g'alabada, bu g'oliblik va bu g'alaba va siz buni uddaladingiz. Bilasizmi, qanchadan-qancha ayollar o'z ustidan ishlashni xohlamaydi. Qanchadan-qancha ayollar botqoqqa botib ketaveradi. Masalan, o'zingiz ham 5 yil tanigansiz, lekin o'qimagansiz, loyiq ko'rmagansiz. Turmushingiz ajrim yoqasiga kelganda siz tavakkal qildingizda, baribir o'qiyman dedingiz, o'qidingiz. Hozir mana bizni efirda ko'rib turgan ayollar borda, ular ham sizga o'xshab o'ziga loyiq ko'rmay o'tirgan ayollar bor. Nima degan bo'lar edingiz mana shu ayollarga hozir, Dildora? Ustoz, men butun O'zbekiston ayollariga hammasiga meni eshitsa ovozimni hayqirib aytgan bo'lardim. O'qinglar, rivojlaninglar, o'zinglar uchun sarmoya qilinglar degan bo'lardim ustoz. Meni eshitayotgan bo'lsa hamma ayollarga tavsiyam bu meni. Judayam men shunaqangi maza qilyapman, texnikalaringizga to'ymayapman ustoz. O'zingizdan ham tahlil darsida so'radim, qayta qilsam maylimi deb ruxsat so'radim. Mayli dedingiz. Men qayta bajarib, o'zim xohlagan natijaga bundan ham chiroyli, yana ham ko'proq nimalarga, katta maqsadlarim bor erishishim uchun. Men qolaman. Agarda hozir shu efirni erkaklar ko'rgan bo'lsa, erkaklar ayollaringizga sovg'a qiling, ilohiy ayolni. Sovg'a qiling. Chunki ayolingizda energiya bo'lsa, ishoning erkaklar, sizlarga ham bo'ladi energiya. Sizlar ham baxtli bo'lasiz. Chunki ayol o'zini o'zi o'rgansa, o'z dasturlarini o'rgansa va o'ziga o'zi yordam bersa, bunday ayol bolalariga ham, turmush o'rtoqqa ham energiya bera oladi. Azizlarim, barchangiz bilan ilohiy ayol 18 da Xudo xohlasa uchrashamiz. Salomat bo'linglar.